Soat 10 bo'pti-ku, uxlab qolman. Ertalab 7 turmoqchi edim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Lord Shah Minecraft. Mana yangi videomga xush kelibsizlar bolalar. Videoni ko'rishdan oldin albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringlarni yozib qoldiringlar bolalar. Xonimimiz biz ketdik, ko'chaga chiqamiz. Bo'lmayapti bor-ku. Chiqish qiyin bo'lib qolgan. Men buni olib tashlayman, borman. Oyog'im tegib turgan mana shuni olib tashlamasam chiqishga noqulay bo'lib qolyapti. Xo'p, chiqamiz. To'g'rimizdagi qanaqa joy desanglar, bu boyvachcha ko'chib kelgan bu yoqqa bolalar. O'shani uyida bu. Usti shunaqa himoya qobig'i bilan qoplangan. Hech kim buzib kirolmaydi. Atom bo'lmasa ham buzolmaydi. Shunaqa qurilgan uyi. Xo'p, voy. Naryoqda qurilish ishlari bo'lyaptimi deyman. Mashinalar turibdi-ku. Narsa tashishgan qurilishga. Assalomu alaykum aka. Bu yoqda qanaqa qurilish bo'layotgan menga aytib. Va alaykum assalom ukam. Bu yoqda biz qurilish qilamiz, lekin nimaligini aytolmaymiz. Uni u naryoqda turadigan bratan bizga yetmagan degan birovlarga shunga aytolmaymiz deb ukam bitgandan keyin bilasan. Xo'p aka, rahmat. Qani, bu yoqni kovlashayotgan ekan. Menimcha dom qurilishi ham mumkin lekin. Chunki shunaqa tagiga qurib, yiqilib ketmasligi uchun xavfsizlik choralari ko'riladi. Xo'p, bu bratandan o'zimizga so'raymiz ketdi bolalar. Men yaxshi taniyman bu bratanni, o'zimiz so'raymiz qurayotganlarini. Agar ish bilan band bo'lmasalar, gaplashishga vaqtlari bo'lsa, hozir so'rayman. Ismlari Muzaffar. Muzaffar aka. Muzaffar aka. Ukam, kiraver, shu yerdaman. Ha, mayli, qani kiraylik-chi. Uylar o'zgarib ketibdi. Buni yop-yorug'ligini. Qattasiz, brat? Mana tepang turmani ko'rmayapsanmi? Bo'ldi, ko'rdim, brat, hozir chiqaman. Qatdan chiqardi buni uyiga. Naryoq aytgancha zina bor edi, shuni chiqadigan o'sha yerdan chiqaman. Esimdan chiqib ketdi buni uyiga 1-2 oydan beri kirmayapman. Qani kelin, qaysi tarafda turibdi? Ana bratan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Ha, ukam, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yuribsanmi? Charchamasdan. Men ham yuraman, shu ishlar bilan qurilish boshlab qo'yganman. Ko'rdingmi ko'chada? Da, aka, uyg'onishim bilan shoq chiqdim-ku. Nima qurilish bo'lyapti, sir bo'lmasa yo'qdi? Bilasan ukam, Real Madridda ashaddiy muxlisman, shunga Real Madrid logosini qo'ydirolmagan. Mana turgan yangi mexanikami deyman, mexanika ishlab chiqaryapsizmi yana yangi? Da, shu endi o'zimizcha ixtirolar qilyapmiz-da. Aka, endi bu Real Madrid logosi necha kunlarda bitib qoladi, necha oylarda? Xudo xohlasa, ertaliga reja qilib qo'yganman-da, ukam. Ha, yaxshi aka. Bo'pti aka, ko'rishamiz. Bo'pti ukam, sog' bo'lgin. Bu brat bir kunda o'tdilar. Bolalar bu 3-4 oylik ish u. Qanaqa bir kun hop deb qo'yaverdim endi bu brat bilan tortish bo'lmaydi endi mayli. Hop deb qo'yarish kerak. Lekin bu bir kunda bitadigan ish emas-da. Ishchilar ham ko'rdik, bir 20 taga bormasa kerak. Yana bilmadim, ko'proq ish chaqirishlari ham mumkin. Mayli, ko'ramiz, ertaga kelaversin-chi. Yonlariga chiqarman agar bitmay qolsa. Hop, hozir bizga kerak. Lapatka ham kerak menga. Bolalar lapatka olib kelsam ozgina yer qazib qo'yishim kerak nari tarafi. Hali qurilish boshlashmagan. U qanaqa bu ertaga bitadi u, bratan? So'rasam bo'lar ekan, brat, qanaqa ertaga bitadi bu deb. Ishlashyapti, lekin faqat kovlash uchun-da, hali qurilish boshlanmagan. Qurilish uchun joy aniq qilyapti, qazilyapti. Hop, mayli, biz daraxtdan ozgina kesib olamiz. Bolalar, oramizda albatta Barselona yoki Real Madrid muxlisi emas, boshqa komandalarning muxlisi ham bo'lishi mumkin. Masalan, Manchester City yoki Liverpool. O'shani kommentariyalarga yozib ketsanglar bolalar, keyingi videomizda o'shani olib chiqishimiz ham mumkin. Faqat bu videoda albatta 15 ta like yig'iladi va kommentariyada qaysi klubni nomi ko'p yozilsa, o'sha klubni keyingi videoga olib chiqaman bolalar. Davay kommentariyaga tushamiz. O'zingizlarga Barsa va Realdan tashqari yoqqan klubni yozib ketsanglar, men o'shani video qilib olib chiqaman bolalar. Undan tashqari kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Endi chopgan daraxtlarimizni 4 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Har bittasini 4 tadan taxta bo'ladi. O'zimizga bitta lapatka yasab qo'ysak bo'ldi-da bolalar. Mana bizda lapatkaga yetarli narsalar tayyor bo'ldi. Endi bitta lapatkani olamiz va naryoq ko'chaga chiqqanda bitta joy qiyshuv bo'lib qolgan, o'sha yerda bitta ozgina kovlab qo'ysam tekis bo'ladi bolalar. Keyin o'sha kecham bo'lib qoldi, uxlab yuborsam ham bo'laveradi. Boshqa nima qilaman, to'g'rimi bolalar?
Ana ancha tekis bo'ldi. Xo'p, bo'ldi ana bolalar. Tekislab qo'ydim. Endi hamma narsani sunduqqa joylab qo'yganim ham yaxshi. To'xtanglar, mana ko'pring deydi. Hech narsa yo'qmi? Endi yetib boraveraman. Boraman buni tegdi narsa bor deb o'yladim. Hech narsa yo'q ekan. 2 qavat shlaka blok terilgan ekan, bo'ldi. Hop, bizga bunday hech narsa kerak emas. Endi hamma narsamizni sunduqqa sovursak ham bo'ladi bolalar. Ana bolalar kecham tushib qoldi. Bizni bo'lmasa ketdi uyquga. Yana uxlab qoldimmi bolalar? Soat necha bo'ldi? Soat 11 bo'lib ketibdi-ku, shunaqa ham uxlaydimi? Budilni ham chalganini eshitmanman. Hop, ketdi. Endi Real Madridni ko'raylikchi. Tayyor bo'ptimi? Demoqchinim bolalar. What the fuck, bir kunda-ya. Nima bu? Oy. Qanaqa qurilgan bu bir kunda? Kechquruni bilan qurib chiqsa ham bunaqa qurib bo'lmaydi-yu bolalar. Oy. Nima bu? Unaqasi lekin kinoda ham bo'lmaydi bolalar. Bir kunda shunaqa qurilishi mumkinmi Real Madrid logosi bolalar? Albatta bu Real Madrid logosi uchun bitta like va obuna ayamaslik kerak bolalar. Biz kreativga o'tib olamiz va kunni yorug' qilib olamiz. Bo'lmasa Real Madrid logosini tiniq va aniq ko'ra olmaymiz bolalar. Hop, biz uchamiz. Biz teskari turgan ekanmiz. Nariyoq betga o'tishimiz kerak. O'shanda bizga Real Madrid logosi tekis ko'rinadi bolalar. Bu logo umuman zo'r chiqdi bolalar. Men lekin bu logoga qoyil qoldim. Ayniqsa bir kunda qurildi. Bir kunda qurildi. Barselona logosi esinglarda bo'lsa 3-4 oy ichida qurildi. Bu bo'lsa bir kunda qanaqa bilmadim, lekin menimcha u 20 ta ishchini ustiga yana bir 200-300 tacha ishchi olib kelgan shekil. Yana bilmadim. Hop, tojini ustiga chiqamiz bolalar. Tojini ustida ozgina yuramiz. Va ancha baland qurilgan ekan. Hop, hammaga xayr do'stlar. Videomizni shu joyda tugatib yuboramiz. Kanalga obuna bo'lib videoga like bosinglar. Keyingi videomizda qaysi klubni olib chiqishimizni ham albatta kommentariyaga yozib ketinglar bolalar. Shu videodan 5 like yig'sa, qaysi klub ko'p kommentariy yig'sa, o'sha klubni chiqazaman bolalar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar bolalar.